Oshxona mebellariz uzoq vaqt xizmat qilib berish uchun top 3 maslahatlar o'taman. Birinchi maslahatim oshxonangizni pol qismini beton stashka qilib laminat yoki kafeldan foydalanish maslahatlari bo'lar edi. Buni pol atadigan bo'lsangiz, pol keyinchalik o'ynab, mebellarning regirovkalari o'zgarib, osilib, tezroq eskirishni olib keladi. Ikkinchi maslahatim oshxonangizni devor qismini tashqari tarafdan utilitar qilib, termizolyatsiya qilishni maslahat beraman bo'lar edim. Shunda ko'chadan keladigan sovuq, ichidagi issiq bilan isparanglar bo'lib, mebellarning orqalari mog'orlamaydi. Va bunga qo'shimcha dimoqotdan tashqari mebellar oshxonalaringizni oddiy ventilyatsiya sistemadan foydalanishni maslahat beraman bo'lar edim. Uchinchi maslahatim bu oshxonangizda eng kачественный materiallardan foydalangan. Bu mebelimizda do'stlar o'zlarimizga xivalar o'shaman xonadonlarni so'rashga qilib berdik. Mebelimizning stol qismimizda 60 emas 77 lik va naturalniy granitdan foydalanganmiz. Bemalol qozonlashadi. Mebelimizda eng yana bir zo'r yeri mebelimizda posudiyodon mashinalardan foydalanganmiz. Mo'ykamizdan full mo'ykalardan so'rashga qilib berdik. Mebelimizda podsvetkalardan joylaganmiz, sensorlardan yanadi. Bont tarafidan shunday xalodat joyladik, gaz joyladik. Mo'yka joylaganmiz. Ishimiz ko'ringlar, tomosha qilinglar, baho beringlar. Kimga shunday sifatli mebellar kerak bo'lsa, bemalol ustoz Sodiq mebellar mushuklarida videoni yakunlariga tashlab qo'yinglar. Hamma shunday chiroyli mebellar yasatish nasib etsin.